Mudofaa vazirligi faxriysi, iste'fodagi polkovnik Fazliddin Ochilov haqida eshitganmisiz? Yo'q. Ehtimol siz bu nomni ilk bor eshitayotgandirsiz. Ammo bu ismni butun dunyo faxr bilan tilga olishini bilasizmi? Chunki polkovnik Fazliddin Ochilov xalqimizning faxri, shaxmat bo'yicha jahon chempioni, xalqaro toifadagi grossmeyster Nodirbek Abdusattorovning otasi. Yurtimiz bayrog'i bir necha bor balandlarga ko'tarilishiga sababchi bo'lgan inson. O'z iste'dodi va aql zakovati bilan O'zbekni dunyoga tanitgan Nodirbek aynan polkovnik Fazliddin Ochilovning farzandi. Fazliddin Ochilov bir tarafdan umrini vatan himoyasiga bag'ishlagan harbiy, ikkinchi tarafdan dunyodagi manaman degan shaxmat ustalarini mot qo'yayotgan zakovat sohibining ilk ustozi, padari buzursirkori. Endi aytingchi, Nodirbekning bu g'alabalarining siri nimada deb o'ylaysiz? Axir Nodirbek singari shaxmat to'garaklariga chempion bo'lish istagi bilan har yili minglab, millionlab bolajonlar kelishadi. Ammo ularning aksariyatiga g'oliblik nasib etmaydi. Sizga bir haqiqatni oshkor qilmoqchiman. Men Nodirbekni shaxmat to'garagiga kelgan ilk kunlardan buyon bilaman. Uning dastlabki yutuqlariga, quvonchlariga guvoh bo'lganman. Chunki o'sha paytda O'zbekiston shaxmat federatsiyasi rahbariyati tarkibida har bir iste'dodning o'yinlarini, mashg'ulotlarini jiddiy kuzatib borardim. Xullas, jahon chempioni Nodirbek Abdusattorov g'alabalarining siri bitta narsada edi. Ya'ni uning o'ta intizomliligi, har bir uy vazifasini qunt bilan o'zlashtirib borishi va o'z ustida tinimsiz izlanishda edi. Bu tartib intizom uning harbiy otasi Fazliddin Ochilovning xizmati edi desam adashmagan bo'laman. Nodirbekning tengdoshlari orasida undan ko'ra iste'dodli, tug'ma qobiliyatli bolalar borligini men ustozlardan bir necha bor eshitganman. Ammo ularda bir narsa, harbiycha tartib intizom, mashaqqatlarni tinimsiz mehnat bilan yengib o'tish qobiliyati yo'q edi. Va bugun o'sha tengdoshlarining juda ko'pi shiddatli janglar sahnasi shaxmat olamini tark etib ketishgan. Men bugun jahon chempioni Nodirbek Abdusattorov haqida gapirar ekanman. U qo'lga kiritayotgan barcha yutuqlar va g'alabalarda Mudofaa vazirligining faxriysi, iste'fodagi polkovnik Fazliddin Ochilovning ulkan hissasi borligini ham eslatib o'tmoqchiman.